ozgincha kulib berasiz. Faqat tabiiy chiqsin. Tabiiy kulib beramiz. Menga qarab. Tanish holatmi? Kamera bor, yorug'lik bor, lekin kadr jonsiz. Tak, hozir men krupniy olyapman-da, qo'llar bilan ishlaymiz. Muammo modelda emas, muammo muloqotda. Sizda birinchi martami fotosessiya? Ha. O'zi ko'proq qanaqa stillar sizga yoqadi? To'g'risini aytsam, men o'zimga yoqqan stillarni saqlab qolganman. Hozir ko'rsataman. Tak, mana shu mos ekan sizga ko'proq. Mana shu kiyimingizga mana shunisi ko'proq to'g'ri kelar ekan. Fotosessiya boshlanishidan oldin mijoz bilan do'stona munosabat qiling. Imkon qadar kamerani unuttirishga harakat qiling. Biz shoshmaymiz. Xato bo'lsa, qayta olamiz. Taxtaga o'xshab qoldingiz-ku, sal chiroyliroq turib oling. Mijoz bilan yoki model bilan qo'pollashmang. Imkon qadar samimiy va muloyim gaplashing. Ozgincha o'zingizdan orqaroq turib olasiz. Qo'llarni belga qo'yib, kulib turamiz. Zo'r. Ozgincha bu yoq tomonga qaraymiz. Mana bu rasmingizni qarang. Zo'r chiqibdi. Voy. Mana bunisi ko'proq tabiiyroq chiqibdi. Ijobiy so'z modelni ochadi. Bunisini ham ko'ring. Yaqinlashtirib beraman men sizga buni. Fotograf faqat texnikachi emas, u ham psixologdir. Model o'zini yaxshi his qilsa, kadrlarimiz ham yaxshi chiqadi. Bizani kuzatib borishda davom eting va sahifalarimizga obuna bo'ling.